Moshina auksiondan olgan paytim 375 km edi. To parkovkaga olib kelib qo'ygunimcha men 690 bo'lib qoldi. Birdan moyga qildim. Yo yo'lga borib kelishga почти 300 kilometrcha ozgina uzoq yo'lni bosib o'tdi mashina. Xo'p, mana shu esinglarda bo'lsa agar bir 5 kun oldin mana shu mashinani yutib olgandim. Hyundai Granger 26 facelift. Bunaqasi hali O'zbekistonda yo'q. Ko'plari 22 faceliftlar bor. 22 facelift hozir 26-yilda ham chiqyapti. Lekin bu 26-yilni 6-oyda ishlab chiqarilgan mashina. Bor yo'g'i 690 km masofani bosib o'tgan. Xo'p, mashinamizda eng zo'r tomoni bu gibrid motorlisi bo'ladi. 1.6 turbo motor bilan 60 kilovatli elektrosiyga. Mashinamizda yeb-yangi masla holatda. Bular 26larga nima o'zgargan? E'tibor berishingiz mumkin. Oldinga qaraganda mana shu radiator reshotkasi ancha futuristik, keyin ichkariga kiritilgan, juda ham chiroyli ko'rinadi. Keyin farasi o'zgargan. Xo'p, mashinamizda o'sha eskicha retro stilda mana bu tomlariga, mana bu eshiklarning joylariga ham ramkasi yo'q hech qanaqa, juda ham chiroyli ko'rinadi. Bu endi eng prostoy komplektatsiyasi, premium komplektatsiya. Xo'p, bunda anaqa orqa eshiklarga beskulchovoy dostуп, keyin mana shu joylarda ham anaqa multimedia kontrol unaqa narsalar yo'q. Atagi mashina bomba holatda, ko'rishingiz mumkin, salafonlarigacha yechilmagan. Xudo xolisa bu mashinamizni ham bir haftadan keyin ortamiz. Nasib bo'lsa, yana bitta mashina olganmiz, Audi A6. Bu mashinamiz dushanba kuni yetib keladi, nasib bo'lsa. Uni ham auksiondan oldik, 500 km yurgan mashina. Bu mashinani ham sotamiz. Agar kimga qiziq bo'lsa, ikkalasini sotamiz. Mana shu mashina narxi birdan O'zbekistonga yetib borishi bilan bez ucheta rastamoshka $40,000 berib yuboraman.